Nima qilyapsan ey? Ha, dada kiyim qidiryapman. Ha, To'yga-da og'aynim uylanyapti ekan. uylanyapsan. Uylanyapti ekan. Ha, bo'pti dedim-ku. Dadam o gulga Dada, nima qilganingiz bu? Ertaroq uylanganimda shu keliningiz yuvib bergan bo'lardi shu narsadan. Nima men qo'lim singanmi, o'zim qila olmaymanmi? Shunga meni kelin olish kerak meni shuga. Ha, bo'pti. Aka, kim o'g'lan u? Ha, bumi Sattar og'aynim o'g'li. O'g'li shuncha bo'ldimi? Ha, to'rga kirdi dada. Chunki u ertaroq uylanganda, ertaroq dadasi ertaroq uylantirgan. Erta uylansa, bolasi katta bo'pti-da. Dada, qarang, hamma xazon bo'lib yotibdi. Shu kelin olganingizni sipirib beramidi? Sen po'qiyapsan bu yerda. Ha? Po'qiyapsan sen bu yerda. O'zing tozalaysan, tezda shipirgini olib tozalab qo'y. Men qara. Sen nechinchi yil eding o'zi? 2007 mi? 2007. Ha. Uylanding-a sen? Ha, ikkita bolam bor. Rostmi? Ha. Seriously? Ha. Dada, meni qachon uylantirasiz? Men tengilar 4 donadan farzandi bor. Ularni ukalarini ham uylangan hozir. Vaqt o'tib ketyapti, vaqt. Qachon uylantirasiz? To'g'ri o'g'lim, vaqt o'tib ketyapti. Vaqt oliy hakam. Xo'sh, Navestayda 2%, 3% somon yotibdi. Ashini tomga olib chiqish kerak. 2 kun ichida yomg'ir yog'arishi mumkin. Yomg'ir yog'ib, ash somonlar o'yib ketadigan bo'lsa, men seni, tushundingmi? Tez-tez qilib qo'y ashini. Bobik, go'sht yeysanmi?